Saudiyada shifokor bo'lib ishlash uchun nimalar zarur? Birinchi o'rinda o'sha diplom kerak. Diplom o'sha Saudiyada maxsus o'sha organi bor, o'sha tasdiqlab beradi diplomingizni. Keyingi o'rinda qilinadigan narsa o'sha imtihon topshiriladi. Imtihon ham o'sha sizni darajangizga qarab, siz ordinatormisiz yoki o'sha magistrmisiz yoki просто terapiyani o'qiganmisiz, shunga qarab mo'ljallab moslanadi o'sha narsalar. Keyingi o'rinda bo'linadigan narsa o'sha IELTS kerak yoki B2 darajasidan yuqori bo'lish kerak. Keyingi o'rinda o'sha imtihon topshirgandan keyin sizga litsenziya beradi. Litsenziyani olganingizdan keyin o'sha klinika bilan kontrakt qilganingizdan so'ng sizga yashash imkoniyatlari, viza beradi. Chunki Saudiya viza sistemasi mavjud. O'sha viza sistemasiga o'sha qilgan klinika bilan qilingan o'sha kontraktda sizga yordam beradi. Klinika yashash joyi, viza bilan. Imtihon topshirgandan keyin sizga o'sha daraja beriladi. Daraja 3 xil bo'ladi. Birinchi darajada o'sha oyligi 2000 dan 4000 gacha, o'rta darajalar 4000 dan 8000 gacha, oxirgi o'sha kuchli vrachlar desa ham bo'ladi yoki darajasi yuqori $8000 dan ko'proq oylik oladi. Saudiyada shifokor bo'lib ishlash uchun nimalar zarur? Birinchi o'rinda o'sha diplom kerak. Diplom o'sha Saudiyada maxsus o'sha organi bor, o'sha tasdiqlab beradi diplomingizni. Keyingi o'rinda qilinadigan narsa o'sha imtihon topshiriladi. Imtihon ham o'sha sizni darajangizga qarab, siz ordinatormisiz yoki o'sha magistrmisiz yoki просто terapiyani o'qiganmisiz, shunga qarab mo'ljallab moslanadi o'sha narsalar. Keyingi o'rinda bo'linadigan narsa o'sha IELTS kerak yoki B2 darajasidan yuqori bo'lish kerak. Keyingi o'rinda o'sha imtihon topshirgandan keyin sizga litsenziya beradi. Litsenziyani olganingizdan keyin o'sha klinika bilan kontrakt qilganingizdan so'ng sizga yashash imkoniyatlari, viza beradi. Chunki Saudiya viza sistemasi mavjud. O'sha viza sistemasiga o'sha qilgan klinika bilan qilingan o'sha kontraktda sizga yordam beradi. Klinika yashash joyi, viza bilan. Imtihon topshirgandan keyin sizga o'sha daraja beriladi. Daraja 3 xil bo'ladi. Birinchi darajada o'sha oyligi 2000 dan 4000 gacha, o'rta darajalar 4000 dan 8000 gacha, oxirgi o'sha kuchli vrachlar desa ham bo'ladi yoki darajasi yuqori $8000 dan ko'proq oylik oladi.